Men hurmatli bizlarning mijozlarimiz, xudo xolasa uch parikni kutgan ham yo'lga qo'yatirmiz. Xudo xolasa sizlarga sifatlarini tushuntirib berasiz mana. Albatta. Qanasa birinchi polkamizdagilar aytsangiz. Xo'sh, bu polkadagilarimiz arzonroq, eksperiment qilgan variantlarimiz misol uchun. Bu Xitoy varianti sochlarimiz. Buni Novsida farqi bormi deysiz? farqi bular mashinkada qilingan. Orasi sinchiklab qaraganda ozgina sezilishi mumkin. Lekin qo'yib taraganda umuman bilinmaydi. Zo'r. Bom yaxshi. Bittadan tushib ketadi. Bittadan tushib ketadi. Bu variantimizdan qaysidir bir yil olib kelgandik. Hozir bundan ko'pchilik so'ramayapti, lekin bu ham zo'r, teriga o'xshab turadi. Teridan bo'ladi ekan. Har qanaqa sifatlisidan bizda topsa bo'ladi. Hech qaysam yomon emas. Soqqollar ham bor ekan-a? Soqqollarimiz bor. Obraz uchun blogerlarimiz, misol o'zingizni blogerlaringiz bo'lsa, bemalol. Soqqol ham oldirarsak bo'laveradi. Soqqol, men mo'ylovlarni ham ko'rsataymi mana bu tomonda har xil mo'ylovlar bor. Ina. Mo'ylov bizada burt deb aytiladi-da. Har xil. Pastimizda sizga kerakli narsalar o'zingiz bilasiz bilan. Bu skotchlari, kileylari, hamma narsasi bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa aytarasizlar, olib boramiz nasib etsa. Keyin bu xatardagilarni. Xo'p, bular eng sifatli protez sochlarimiz shular. Ko'pincha o'zim ham ishlatasiz shundan. Men oladiganim shundan. Mana shundan. Uya ikkita klientlarga qo'yadiganimiz eng sifatlisi shu haqay. Yumshoq. Yupqa silikon. Bemalol orqaga tarasangiz ham tagi bilinmaydi, teriga qo'shilib ketadi. Ana. Juda ham ajoyib. Yumshoq sochli. Endi bularni keyin silikonlosini chiqibdi. Bu nov afzallik tarafi ya zararlimi, afzalmi, novsida farq bor. Endi bu protez sochimiz o'rtasi setkali emas, ko'rib turibsizlar, silikonli. Bundan havo o'tmaydi. Lekin buni yaxshi tomoni, plyus tomoni to'kilishi bunchalik darajada tez to'kilmaydi. Bu ko'p turib beradi boshida. Ko'proq vaqt turib, sochlari ko'proq vaqt xizmat qilib beradi-da. Sababi chunki setka emas-da, o'rtasi silikonli. Juda ham issiq havoda bu lekin terlashi mumkin. Bitta minus tomoni shu. Bu qishki variantda bo'lsak bo'ladi. Qishki variant qilsak bo'ladi. Bu yozgi variantlarimiz. Bularni? Xo'p, endi bag'i уже buni bitta kачество pasi. Возможно, kimdirlar sal arzonroq. Chut arzon. Masalan, u arzonroqdan bering degan klientlarimizga shundan tavsiya qilaveramiz. O'rtachasi bundan. Arzon desa, уже birinchi ko'rsatganimiz arzon. Buni endi men nima farqini tushuntirib beraman. Silikoni bunga nisbatan ozgina qalin bo'ladi. Silikon qalin va sochi ham unga nisbatan ozgina qalinroq sochli. Buniki. Buniki qalinroq sochli. Misol, bu yosh bolani sochi deb oladigan bo'lsak, bu yosh katta odamning sochi deb tushundim. Lekin 100% tabiiy sochlardan. Tabiiy sochlar. 100% tabiiy sochlar bo'ladi. Xo'sh, endi eng nozik tomoniga o'tamiz. Bizada nasib bo'lsa ranglarni ham tanlashingiz mumkin. Rangdan farqi yo'q ish qilib. Jigar rang, sori, oq rangmi bu? Yo'q, oq kerak bo'lsa oqidan ham qilamiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q, Muammosi yo'q. Mana bu oq soch orasiga 20% oq soch qo'shilgan. Biz bu ustuniki mahquri, usti. Agar sochini bo'yatmay, davraklari oqargan desa, shu klientlarga shu narsani tavsiya qilasiz. Shunday qo'yiladi, o'zlarining sochlari bilan bir xil bo'lib qo'shilib ketadi, zo'r bo'ladi. Tamom. Rus mijozlarimiz uchun ham bemalol sariq sochli. Bu shu seli emas, axbola yarim mahay. Boshni yarim tepa qismiga. Tepa qismiga. Sariq sochli murodlar uchun ish qilib zo'r. Assortimentimiz yetarli darajada siz bilan xudo xolasa hamkorlikda ishlaymiz. Xudo xolasa. Shuncha yildan beri ishlab kelyapmiz. Nasib etsa zo'r.